Bir kuni qaynonam kelib, bilasizmi nima dedi? Men bolamga rahmim kelib ketyapti. Nimaga mani o'g'limga rahming kelmaydi? Mani bolam sizlar uchun ro'zg'or qildi. Mani bolam sizlar uchun yashadi, ishladi. Endi unga rahming kelsin, unga yordam bergin. Sen pul topolsan-ku, uni qarzlarini yopgin. Sen pul topolsan-ku, unga mashina olib bergin. Sen pul topolsan-ku, butun ro'zg'orni o'zingni bo'yningga kerak bo'lsa olgin. Chunki men bolam sizlar uchun deb yashab, qiynalib ketdi degan gaplar bilan mijozimga achchiq gapirishni boshlabdi. Aslida meni mijozim turmush o'rtog'i bilan erkinlikda, bir baxtda, xursandchilikda yashamagan ekan. Juda ham qiynalib yashagan ekan. Lekin pul topishni boshlagandan keyin qaynona aynan mana shunaqa gaplar bilan san qilishing kerak deb endi chiqibdi. Meni bolam senga boshqa bu narsalarni qilib berish kerak emas. Sizlar deb meni bolam hozir muammoda, qiyinchilikda yashayapti debdi. Mijozimni eri ham onasidan qo'rqar ekan, usiz hech narsa ish qila olmas ekan, xuddiki yosh boladek ekan. Lekin nima uchun ona farzandida mana shunaqa kuchni ko'rmaydi, erkinlikni ko'rmaydi? Sababi o'zi ham turmush o'rtog'i bilan munosabati yaxshi bo'lmagan ekan. Erini bir tiyinga olmagan, mensimagan, hamma narsani o'zi kontrol qilishga harakat qilgan. Turmush o'rtog'ini umuman yaxshi ko'rmagan, uni erkinlik kuchini ko'ra olmagan. Doim hamma narsani o'zini zimmasiga olgan, o'zi pul topgan, o'zi ro'zg'or qilgan, o'zi hamma narsani boshqargan. Endi kelini ham xuddi shunaqa bo'lishini xohlayapti. Lekin kelin bilasizmi shu joyda nima debdi? Men turmush o'rtog'imda ojizlikni emas, ya'ni kuchni ko'raman, erkinlikni ko'raman. Bu bo'layotgan vaziyatlar vaqtinchalik. Men turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlayman, lekin rahmim kelib unga yordam bermayman debdi. Mana shu joyda nima deb o'ylaysiz? Mijozim to'g'ri yo'l tutganmi yoki ona haqmi?